Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrimizning Urdu institutining yanında 2 qavatli 150 kvadratli hovli-joy pod ключ tayyor sotuvga qo'yildi. Ko'chalarimiz yurt ustida asfalt bo'lgan, to'g'ri institutning oldidan ichining girib kelinadi. Yan tarafimiz real zapravka. Oldinda ham mashina qo'yish uchun mestasi bor, beton qilingan, qalab shera chiqqan. Saychan bilan tanishib chiqamiz. 100% bir tutup joyimiz tayyor. Gelib yashaladığım eshiklarimiz demir yarma eshik. Bismillahirrahmanirrahim. Yurtdoshlar, ishning ko'rinishida giravashda ishning dalan umumanlik qo'yilgan, kafel qilingan, 100% to'pli pol qilingan. Birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan lestnitsamiz yog'ochdan ishning ajoyib etib ishlangan, osvesheniyalar berilgan, patologlari natijali bo'lgan, devraklari gipsokardon. Devorlarimiz oboy 100% mo'yshi, yaxshi oboylardan urilgan. Pastda o'ng qo'limizda bir zal, bu yon tarafimiz oshxona, katta tushgan. Eshiklarimiz yaxshi sifatli eshikdan oppoqdan urilgan. Bu yerimiz zal. Bu yerimiz ham ichida natijali qilingan, devraklar gipsokardon, osvesheniyalar berilgan. Laminatlar ham yaxshi sifatlisidan döşegeldi. Gilamlar döşelingan. Bu yerimiz oshxona bo'ladi yurtdoshlar. Bu yerimizda mana chiroyli oboy qilingan, svetli osvesheniyalarimiz berilgan. Patologimiz natijnoy. Gazimiz girib turibdi, kotel ishlab turibdi, stabilizatorlar bilan. Otuzimiz ham tushgan. Bu yerimiz sanuzel 100% kafeldan chiqib turibdi. Bu anda unitaz, muallik, restoranlar qo'yilgan. Kirmashin uchun ham mesta qilingan yurtdoshlar. Bu yon tarafimiz 30. Şimdi 7'ye 4 metr 30 tushgan. Bemalol shoshlik pishirib, tapchan qo'yib, o'tiradigan mesta qilsangiz da bo'ladi. Ikkinchi qavatni ko'ramiz. İkinci qavatdan chiqqandan şimdi katta hovl. Bu yerdan o'tiradigan mesta qilsa bo'ladi ajoyib etib. İkinci qavatimiz ham to'pli pol. 100% oboydan chiqqan. Zalimiz ustida zal joylashgan. Bu yan tarafımız katta spalni. Yurtdoshlar bahasına keladigan bo'lsak 700 milyon so'm kelishib beriladi. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Like bosib do'stlarga berib qo'yinglar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.